Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz modda, miqdor, mol, nisbiy molekulyar massa, hajm, molyar hajm. Modda, miqdor. N harfi bilan belgilanadi. Bunda moddaning massasiga nisbiy molekulyar massasiga bo'lamiz. Bunda masalan 6 bo'lsa, 3 bo'lsa, molimiz 2 chiqadi. Modda bu shu mavzu o'zi nimaga kerak deyishinglar mumkin. Bu mavzu tez hisoblash uchun va qulay usulda bo'lgani uchun shu mavzu kimyoga kiritilgan. Masalan, kimyodagi birinchi savolga qarasak, 112 gram temirdagi modda miqdorini aniqlang. Temir massasi %56 massasi. Har doim 1 mol qilib olamiz. 56 1 mol bo'lsa, kitobdagi berilgan massam 112 gram x bo'ladi. Bu proporsiya. Har doim shu proporsiyada qilinadi. 112 ni 1 ga ko'paytirib 56 ga bo'lamiz. 2 mol. 2 mol chiqadi. Ikkinchi misolga qarayotgan bo'lsak. sakkiz gram kislorodagi modda miqdorini aniqlang. 8 gram kislorod massasi 32. Ikki chasma yurganligi uchun 1 molda va bergan 8 gramda x bo'ladi. Bu yerda 0.25 chiqadi. 0.25. Shunda D javob bo'ladi. Mol. Yana bitta misolni ko'rsataman sizlarga. 3-misol. 36 gram ugleroddagi modda miqdorini aniqlang. Yozamiz. Uglerod massasi 12, 1 mol bo'lsa, 1 mol 36 gram x har doimgidek 3 mol javob chiqadi. 3 mol. Ikkinchisiga o'tsak, hajm, normal sharoit bu